Nimagadir shunaqalar ko'payib ketdi. Oldin biz ham shogird bo'lganmiz. Eshiron, pol, patalo ustalariga, ustamizga hatto tikka ham qaralmas edik. Biz ham sizlardaqa yigit bo'lganmiz. Yerdan 4 qarich tepada yurganmiz. Shunday bo'lgan, hamma o'g'il bola shunday bo'ladi endi. Ustalar hap bo'lmaylari, sizlar ham o'zi shunga nistoid bo'lib qolyapsizlar. Nimaga sizni qizlar bilan ko'ryapti, manjalaqalar bilan ko'ryapti, nasha chekayotganingizni ko'ryapti, so'kinayotganini ko'ryapti, ustaxona mashinada tuzatadigan usta bo'lsa, mashinasi egasini aldayotganini ko'ryapti. Qayerda u ustada haybat qoladi? To'g'rimi? Yo'q, men uni usta emasman, men valiyullohman, avliyoman deydigan bo'lsa, unda shogirdda ayb. Hozir shogird bo'lib kelib va qo'liga asbob ushamay turib, haftamga necha pul berasiz deyapti. Shuning uchun zo'r usta yo'q hozir. O'zi matarisu Xadavoyda ham ko'rib beraveraman deyapti-da. Shu kelinchi ketib qolmasa bo'ldi. Xadavoyda tushida ham ko'rmagan o'zi aslida. Yo'q, qilib beraman aka deyapti. Payg'ambarimiz alayhisalom hadislari bor. Ish o'z egasidan boshqalarga o'tganda qiyomat kutaveringlar deganlar. Shuning uchun qiyomatdan yaqinlashib qoldi deyman.